Assalomu alaykum barchaga. Xayrli kun. Xo'p, bugun milliy sertifikat imtihonida tushish ehtimoli bo'lgan yana bitta masala yechimi bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, bir xil uzunlikka ega bo'lgan 3 xil DNK fragmenti mavjud bo'lib, birinchi, ikkinchi va uchinchi DNK fragmentlari tarkibidagi timin nuqtao'tliklari nisbati mos ravishda 3, 2 va 4 ga teng. Uchala DNK fragmenti tarkibidagi jami 4500 ta vodorod bog'i mavjud. Uchinchi DNK tarkibidagi adenin nukleotidlar soni shu DNK tarkibidagi sitozin nukleotitlari sonidan 2 marta ko'p bo'lsa, ikkinchi va uchinchi DNKlar tarkibidagi jami guanin nukleotidlari sonini aniqlang. Xo'p. 3 ta DNK bor ekan bizda. Bir xil uzunlikka ega bo'lgan 3 ta DNK debdi. Xo'p, birinchi DNK, ikkinchi va uchinchi DNK. Bularda uchala DNKda timin nukleotitlari nisbati mos ravishda 3, 2, 4. Xo'p, bu yerga timin deb olamiz. 3, 2 va 4 nisbatda. Bularni x deb belgilab olamiz. Chunki timinlar soni aynan 3 ta yoki 2 ta yoki 4 ta emas. Xo'p, uchala DNK fragment tarkibida jami 4500 ta vodorod bog'i mavjud. Xo'p, vodorod bog'ini bu tarafga olsak. Vodorod bog' 4500 ta. Endi uchinchi DNK tarkibidagi adenin nukleotidlar soni adenin, guanin, timin, sitozin desak, bularga ham shunaqa qilamiz. Timin, sitozin, adenin, guanin, timin, sitozin. Xo'p. Uchala DNK bu yerni aytdik. Uchinchi DNK tarkibidagi adenin nukleotidlar soni, mana bu adenin nukleotidlar soni DNK tarkibidagi sitozin nukleotidlar sonidan shu DNK tarkibidagi sitozinlardan 2 marta ko'p. Buni x desak. Xo'p, bizda uni x deb belgilashdan oldin bizda timinlar nisbati bor. Bu yerga 4x, bu ham 4x. Endi ana shu adenin soni sitozindan 2 marta ko'p debdi. Demak, buni 2x desak, bu ham 2x ga teng. Endi bizda qolgan birinchi va ikkinchi DNKlar tarkibidagi timin nukleotidlar nisbati berilgan. Bizda 2x va 2x, bunda 3x, bunda ham 3x. Xo'p, keyin bizda aytilganki, bir xil uzunlikka ega deyapti. Bizda 3-chi DNK tarkibida 4x adenin nukleotidi, 2x guanin nukleotidi. Demak, 6x adenin va guanin nukleotidlari, umumiy 12x bor. Bunda umumiy bir zanjirda 6x bo'lishligi uchun guaninni 4x deb belgilaymiz, sitozinni ham 4x. Ana shunda umumiy DNKdagi nukleotidlar nisbati 12x ga teng bo'ladi. Endi birinchi DNK tarkibida birinchi zanjirida 3x adenin 6x ga tenglash uchun 3x guanin, 3x sitozin nukleotidi mavjud. Endi bularni barchasini vodorod bog'i orqali, ya'ni adenin va timin oralig'ida va guanin va sitozin orasidagi vodorod bog'lardan foydalanib umumiy vodorod bog'iga tenglaymiz. Ya'ni bizda 3x, 2x va 4x. Xo'p. 3x, 4x va 2x, bularni ko'paytiramiz 2 ga va qo'shamiz 3x, 4x va 2x. 3x, 4x va 2x. Bularni ko'paytiramiz 3 ga. Xo'p. 8, 7, 9, 18x. To'xtang, buni tenglaymiz 4500 ga. Buni 4500 ga tenglaymiz. Endi hisoblasak, mana bu 7, 9, 2 ga bölsek 18x. Qo'shamiz. Bularni qo'shsak, xo'p, 7, 9, 27x 4500. Ikkalasi jami qo'shadigan bo'lsak 45x teng 4500 ga teng. X teng 100. Endi bizda so'rayapti, ikkinchi va uchinchi DNK tarkibidagi jami guanin nukleotidlar sonini aniqlang. Bizda x'imiz 100 ga teng.
Xo'p, ikkinchi va uchinchi denka deyapti. Mana guaninlar bunda 4x, bunda esa 2x ga teng. Xo'p, 100 ni ko'paytiramiz 4 ga 400. 100 ni ko'paytiramiz 2 ga teng 200. Bu va buni 400 plus 200 teng 600 ga teng. Bu umumiy javob yakuniy.